Assalomu alaykum. Vatan haqida gap ketganda nomardlik qilib bo'lmaydi. Chunki vatan bu sening taqdiring, seni bolalaringni taqdiri, shirindan shakar nevaralaringni taqdiri. Vatanga xiyonat qilgan odam u maxluq bo'ladi. Maxluq o'zining faqat nafsi uchun har qanday razillikdan qaytmaydi. Maxluq u hattoki o'zini o'sha boyagi men yuqorida aytgan shirindan shakar nevaralarining ham taqdirini uni qiziqtirmaydi. Uni faqat o'zini o'sha nafsi qiziqtiradi, xolos. Moddiy boyliklarga o'ta mukkasidan ketgan mana shunday maxluqlar o'z hirsini qondirish uchun shu moddiy boyliklarni, 2 kunlik dunyoda moddiy boyliklarni orttirish uchun insoniyat jamiyatida eng past bo'lgan har qanday razilliklardan, hattoki qotilliklardan ham qaytmaydi. Mana shu yo'lda biz guvohi bo'lyapmiz. Hatto bosh prokurorlar qamalib ketganini mana guvohi bo'ldik. Prokuratura xodimlarini nechtasini qamalib ketganini guvohi bo'ldik. Sudyalarning nechtasini qamalib ketganini guvohi bo'ldik. Bularning hammasi mana shunday bir maxluqlar, o'zlarini o'ylaydigan, faqat o'zini o'ylaydigan. Qolaversa uyatam bo'lsa aytamanki, shu ikkita oyog'ini orasini o'ylaydigan. Mana shunday odamlar bizni mana shu O'zbekistonimizning mana shunday holatiga kelib qolishiga juda katta bo'lardi, hissasi bor, salbiy. Mana muhtaram prezidentimiz necha bor bu haqida gapirdi. Olamiz, qo'yamiz deydilar. Bu sudyalar 6 oy yaxshi ishlaydi, 6 oydan keyin qip-qizil poraxo'rga aylanadi deb aytgan joylari bor. Mana shu poraxo'r maxluqlar shu porani oladigan-da vatanga xiyonat qiladiganligini anglaydimi? Vatan nima ekanligini anglaydimi? Bu vatanni orqasida farzandlari turganligini, nevaralari turganligini anglaydimi? Mana shunday mulozimlarni mana shunday qo'lga olinganligini ko'rib turib odam o'ylanib qolasan. Biz qanday jamiyatda yashayapmiz? Bizni O'zbekiston jamiyatimiz o'zi qayoqqa qarab ketyapti degan har bir aqli hushi joyida bor odamda shunday savol tug'ilishi bu muqarrar. Adolat hukm surmagan joyda, adolat, haqiqat chekingan bir joyda hech qachon rivojlanish bo'lmaydi. Buni har bittamiz yaxshi tushunishimiz kerak. Har bir mulozim, har bir oddiy fuqaro buni yaxshi anglashi kerak. Yaponiya bir vaqtlar inqirozga uchradi. Yaponiyada birinchi bo'lib o'sha mulozimlarni o'zi bor yo'q boyliklarini o'sha vatanni iqtisodiyotini ko'tarish uchun tillalari bormi, oltinlari bormi, hamma narsasini o'sha vatanga qo'yishdi. Shu vatanni rivojlantirish uchun shu pul mablag'larini olib keldi. Ana nima uchun Yaponiya rivojlangan davlat. Bizda nima bo'layapti? Bizda faqat davlatni talash bo'layapti. O'sha prezidentimiz aytib o'tganday, mana bularni qarang. Reaktivni bir samolyotni bir o'ylab topishmagan, lekin hammasini tagida yaxshi mashinalar, qo'shsha mashinalar, qo'shsha uylar, joylar. Bular hammasi shularni maoshini evaziga kelyaptimi? Shuning uchun men oddiy xalqimizga ham aytmoqchiman.
boshingga ne balo kelsa, birovdan emas o'zingdan ko'r deydilar. Bugun uyingizda gazingiz yo'qmi? Bugun uyingizda sovqotyapsizmi? Bugun bolalaringiz issiq kiyimlarda, qishki kiyimlarda xonangizda o'tiribdimi? Bolalaringiz sovuqdan shamollab isitmalayaptimi? Og'riyaptimi? Bularni hammasiga aytib qo'yayki, o'zingiz aybdorsiz. Hammamiz ham aybimiz bor. Chunki biz to'g'ri fikrlay olmaymiz. To'g'ri fikrlay olmaganimizdan keyin mana shunday muammolar bizlardan uzoqlashmaydi. Balki o'sha hamma muammolar bizni boshimizga kelaveradi. Bu muammolarni bartaraf qilishni bitta yo'li bor. U ham bo'lsa fikrlash, to'g'ri fikrlash. To'g'ri fikrlagan odamga dunyo ham to'g'ri bo'ladi. To'g'ri fikrlamas ekanmiz, demak bizlar hech qachon bu muammolardan boshimiz chiqmaydi. Endi mana shu muammolarni hammasini boshida boyagi men aytgan to'g'ri fikrlay olmaslik turibdi. O'shaning uchun ham hamma boshimizga keladigan mana shu muammolar, qiyinchiliklarni hammasiga bizni o'zimiz aybdormiz. Mana shunday bir foydali gaplarni gapirsang, odamlarimiz buni ko'rmaydi. Odamlar o'sha fohishalarni ko'radi. Fohishalarni qo'yib, layk qo'yib o'tiradi. Bunaqa xalqni qanaqa qilib kelajagi bo'ladi? Oddiy bir savol, qaysi bir fohisha yaxshi yashab o'tgan hayotda? Qaysi bir fohishalik qilib dunyoda yaxshi yashab o'tgan? U unday fohishalarni bu dunyosi ham kuygan, u dunyosi ham kuygan. Ana shuni tushunish kerak odam. To'g'ri yo'ldan yursa har kim, qomati ham bo'lmag'ay. Demak, biz o'sha faqat to'g'ri yo'ldan yurishimiz kerak. O'sha milliardlab pul yig'iydigan, albatta milliardlab yig'ilgan pul u to'g'ri yo'l bilan yig'ilmaydi. Buni ahmoq ham tushunadi. Har xil shu g'alamizliklar bilan kalamushlarga o'xshab iniga toshiydiganlar bilib olsin. Asalari asal yig'ar ekanda, shu asalni o'zim uchun yig'yapman deb o'ylar ekan. Ana shunaqa.